2025-yil 25-dekabrda 11:08 son bilan O'zbekiston Respublikasi soliq va byudjet siyosatining 2026-yilga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlari qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonuni qabul qilindi. Ushbu qonunga muvofiq Soliq kodeksining soliq auditi va sayyor soliq tekshiruv materiallarini ko'rib chiqish tartibiga ham o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Ushbu o'zgarishlardan 158-moddaning 3-qismiga asosan endilikda soliq organi tekshiruv materiallarini ko'rib chiqiladigan sana, vaqt va joy to'g'risida soliq to'lovchilarni ularni ko'rib chiqish boshlanguniga qadar kamida 2 ish kuni oldin xabardor qilishi va soliq to'lovchining iltimosnomasi yoki soliq organi tashabbusi soliq to'lovchining roziligi bilan taraflardan videokonferensiya aloqani amalga oshirishning texnik imkoniyati mavjud bo'lganda tekshiruv materiallari videokonferensiya aloqa rejimida ko'rib chiqilishi va uning audio-vizual tartibda yozib olingan shakli soliq to'lovchiga uning shaxsiy kabineti orqali yetkazib berilishi mumkinligi belgilab qo'yildi. Tekshiruv materiallari ushbu rejimda ko'rib chiqiladigan sana va elektron manzil haqida soliq to'lovchining shaxsiy kabinetiga ko'rib chiqish boshlanguniga qadar kamida 2 ish kuni oldin xabar yuborilishi lozim bo'ladi. Ushbu qonun bilan Soliq kodeksining yangi 159-prim 1 moddasi bilan to'ldirilib, mazkur modda bilan soliq organlari xodimlari tomonidan ularga biriktirilgan korxonalardagi yoki mahallalardagi soliq to'lovchilardan ushbu kodeksning 221-moddasining 1-qismida, 223-moddasining 3-qismining 13 va 15-xat boshlarida, 429-moddasining 17-qismida belgilangan soliqqa oid huquqbuzarliklar yoki holatlar sodir etilganligi aniqlangan taqdirda birinchi marta rasmiy ogohlantiriladi va ushbu hujjat elektron tarzda soliq to'lovchining shaxsiy kabinetiga yuboriladi. Mazkur soliqqa oid huquqbuzarliklar yoki holatlar rasmiy ogohlantirishdan keyin 3 kun muddatda bartaraf etilmagan va yoki ular qayta sodir etilganligi aniqlangan taqdirda ushbu soliq to'lovchida sayyor soliq tekshiruvlari o'tkazilishi belgilab qo'yildi. Ushbu kodeks 223-moddasi 3-qismining 13 va 15-xat boshlarida nazarda tutilgan soliqqa oid huquqbuzarliklar bo'yicha sayyor soliq tekshiruvi materiallari soliq tekshiruvini o'tkazgan soliq organining rahbar o'rinbosari tomonidan ushbu soliq tekshiruvi dalolatnomasi tuzilgan kundan e'tiboran 1 kun o'tgach, lekin 3 kundan kechiktirmay ko'rib chiqilishi kerak. Ularga qaror soliq tekshiruvi materiallari ko'rib chiqilgandan keyin 1 kundan kechiktirmay qabul qilinishi lozim bo'ladi.